Bayram fojiaga aylandi. Atigi 39 soniya ichida ikkita ulkan zilzila Venesuelani larzaga keltirdi. 24-iyun kuni Venesuela mustaqillik bayramini nishonlayotgan bir vaqtda mahalliy vaqt bilan soat 18 dan 4 daqiqa o'tganda mamlakat poytaxti Karakas va uning atrofini 7.2 va 7.5 magnitudali ikkita ketma-ket kuchli zilzila larzaga keltirdi. Atigi 39 soniya oralig'ida sodir bo'lgan bu ulkan tabiiy ofat Karib va Janubiy Amerika tektonik plitalarining gorizontal siljishi natijasida yuzaga kelgan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, Karakasning chuqur cho'kinda havzada joylashganligi seysmik to'lqinlarni yanada kuchaytirib, vayronagarchilik ko'lamini oshirib yuborgan. Guvohlar va qutqaruvchilar vayronalar ostidan insonlarning "yordam bering, biz shu yerdamiz" degan ayanchli nidolari eshitilayotganini xabar qilmoqda. AQSh geologiya xizmati qurbonlar soni 10 ming nafardan 100 ming nafargacha yetishi mumkinligi haqida prognoz e'lon qildi. Prezident vazifasini bajaruvchi Delsi Rodriges mamlakatda favqulodda holat e'lon qilib, xalqni vazminlikka va birdamlikka chaqirdi. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va Anxor.uzga obuna bo'lishni unutmang.